Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi kataklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mana shohona katagimiz. Hop, bu katagimiz kaptarlarga mo'ljallangan bo'lib, agar razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlari uzunligi 3,5 metr, eniga 1,5 metr, balandligi 270 ta o'z ichiga oladi. Laklarni sepib qo'yganmiz, mana portichkalari. Kaptar kirib chiqishi uchun qulflarini o'rnatganmiz. Zashilgalari bor, qo'shimcha. Hop, lenta svetlarini qo'yib qo'yganmiz, sal o'rnatilmagan, o'rnatib beramiz. Kaptar parlash xonalari bor. 70 tadan ortiq uyalari bor. Mana bu yerga mana chiroyli nerjiveykalarni qo'yib qo'yganmiz. Xotirjam odam ham ko'rinadi. Oynak vazifasini bajaradi. Tagiga balonlarni qo'yib qo'yganmiz. Yo'llari MDF yaxshi materialdan bo'lgan. Kimgadir qiziq bo'lsa, aytaverasizlar. Barcha turdagi parrandalarga temirdan tayyorlangan kataklarimiz bilan sizlarni xotirjam ta'minlaymiz. Kimga kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar mana. Tovuqlarga mo'ljallangan kataklarimiz bor. Eshiklari profildan bo'lgan. Mana bularga ham balonlarni o'rnatib beraveramiz. Tuxumlaydigan xonalari addenni. Ikkita xonachasi bor. Kichikroq deganlarga mana kichikroq kaptar kataklarimiz bor. 1.40 ga 1.30. Mana bu yerda mana yerli deganlarga yerli kataklarimiz bor. Qulayroq deganlarga. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerimizni qaytarib o'tamiz. 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Stol bu devorim podpischilarga. Qayerdagi narsalarni ko'ravermay, bunaqa qo'l mehnatiga ko'rishlaringizni tavsiya qilib bo'lamiz. Xudo xolasa mahsulotlarimiz sertifikatga ega. 2 yil 3 yil ancha xizmat qiladi. Og'ir mehnat yo'q. Uyda g'ishtdan terib talab qilmaydi, yengil ko'tarib yetkazib berish. Salomat bo'ling.